İkinci şart el-yakin, cezm. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlağa Hafiz el-Hakemi rahimahullah'ın La ilahe illallah'ın şartları risalesinden ikinci şart La ilahe illallah toğrusida cezm buluş. Cezm. La ilahe illallah'ın ikinci şartı şek şübheni yoktadığan cezmdir. Yani bu La ilahe illallah degan kişinin bu sözünü onun dalaletine toluq cezm qilgan holda qat'iy ishonch bilan deyishidir. Chunki shaklik ilmning ziti bo'lgan jazmlik ilm bo'lmasa iymon vujudga chiqmaydi. Iymonga shak aralashsa qandoq bo'ladi? Allah subhanahu wa ta'ala Sure Hujurat 15. ayetida shundoq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Tercümesi, faqat Allohga ve onun payg'ambariga iymon keltirgan, andin iymonida shak keltirmagan, mollari bilan, jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlar mu'minlardir. Ana shular iymon davosida rostchillardir. Shuning uchun jazm mu'minlarning Allah subhanahu wa ta'alaga ve onun payg'ambariga bo'lgan iymonida rostchil bo'lishning sharti bo'lib, ularda la ilaha illalloh to'g'risida hech qanday aniqsizlik yoki shak shubha yo'qdir. Jazmning ziti bo'lgan aniqsizlik munofiqlarning illatlaridandir. Allah subhanahu wa ta'ala bizni bulardan bo'lib qilishdan o'z panohida saqlag'ay. Allah subhanahu wa ta'ala bular to'g'risida Sura Tavba 45. oyatida shundoq degan. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Tercümesi, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sendin faqat Allah'a ve ahiret günüge ishonmaydiganlar dillarida Allah subhanahu wa ta'ala'nın birligiga ve senin payg'ambarligingga gumoni borlar ruxsat so'raydi. Ular o'z gumonida tingriqab yurdi. Sahihul Muslim'da Abu Hurayra radiyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin shundoq deganligi rivoyat qilingan. Tercümesi, men Allah'tan başka ibadetke layık hiç ilah yo'qligiga ve mening Allah'ның Resulü ekanligimga guvohlik beraman. Allah'ның bandalaridan har qandaq biri bular, yani mushu ikki shahodat to'g'risida shak qilmagan holda bu ikki shahodat bilan Allohga uchrashsa cho'qim jannatga kirdi. Yana bir rivoyatda Allah'ның bandalaridan har qandaq biri bular, yani mushu ikki shahodat to'g'risida shak qilmagan holda bu ikki shahodat bilan Allohga uchrashsa jannatga kirishdan cheklanmaydi deyilgan. Sahihul Muslim'da yana Abu Hurayra radiyallahu anhudan rivoyat qilingan uzun hadisda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hurayra radiyallahu anhuga o'zining oyig'ini tutqizib, sen mushu bog'ning orqasida
chin qalbidan la ilaha illalloh degan har qandoq odamni ko'rsang, uningga jannat bilan xush xabar bergin degan. Bu hadisda ko'rsatilganidek Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la ilaha illalloh degan kishining jannatga kirishiga, shu kishining buningga chin qalbidan jazm qilishini, bu haqda hech qanday shak shubhisi bo'lmasligini shart qilgan. Shu vajidan agar jazmdan iborat shart hozirlanmasa, jannatdan iborat mukofotmi yo'q chiqadi. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz al-Hakami rahimahullohning La ilaha illallahning shartlari risolasidan ikinci shart La ilaha illalloh to'g'risida jazm bo'lish degan temasini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.